Kızım, dürüst giydik miken biz? Dürüst babay. Dürüst mü? Yarar alaysa, krigali. Sinanda kutelerinde. Öyle. Kuteler. Dilekler şunday. Sizge selametlik, uğuşlar dileyin. Kış babayını küttünüz mü? Kim ya? Şefer söyleyin, şırlar şırlayın. Men söyleyeyim. Bayram bilan kutlayın barıg'izni. Sizga baxet, şodlik ulaşam. Mayaqqa yozilam deb kelgan do'stlar, hurmat bilan sizga endasham. Mumkin bo'lsa, butun yildagilarni bayram bilan qutlar edim men. Il bo'yicha har uy soyin kirib, qalblarga to'xtar edim men. Elni deyip yozıp koydum, yoğa yoğan akbarga. To'xtamag'iz, hech yoramay, elni so'zim to'xtarga. Rahmat bek zo'r bizni shularga kutmaganda suyundirgan Mayak gazetasi redaksiyasining xizmatkorlarini Alloh taolo shular sizga yozilishlar ko'p bo'lsin. Ham endi kollektivga birdamlik, o'ng'ishlar tilaymiz, salomatlik, imin, shunday tinish yillar. Hayda bir sirlab olamiz. Hayda. Men Sabirov Islom Barahmanovich Aznakayevskiy Politexnik texnikumda rukovodитель fiзвоспитания bo'lib ishlayman. 32 yil davrida har yil Mayak gazetasida yozilaman. Onda shunday rahat, sport yangilikları yoziladi. Har yil olib shuni o'qib boram. Sizga da aytiradim Mayakka yozilarga kerak. Sabirova Rozaliya, endi bu Shar Sokolda kassir bo'lib ishlayman. Bugun gil o'ylamagan yerdan zo'r bo'lakka loyiq bo'ldim. Mayak gazetasida yoziluv hisobidan beri o'ynatildi. Bo'lagalı belgili har kimga da quvonchli, ko'ngilli halinde yangi 2023 yil bilan tabrik etasim keladi. Barliq xalqni, shahar xalqini shulay tabrik etam. Baribizga da esenlik, sog'lik tilayman. Xayrli kun, hurmatli Mayak gazetasi o'quvchilari. Nihoyat belgimizning oxirgina yaqinlashdi. Mayak gazetasida yozilishlar orasida sanatoriyaga yo'llama, basseyn va yo'llama hamda o'zimizning sponsorimiz Ibragimov Rashid abi damına qo'yan unutamiz. Hurmatli o'quvchilar, belgimizni elektron usul amalga oshirishga o'tkazamiz. Bizning redaksiyamizga 278 kishi yozuv haqida kvitansiyalarni bitirdilar. Mana shu farqli o'zimizning redaksiyada maxsus o'zlari kelib bergan kishilar orasida biz bugungi bo'laklarni o'ynatamiz. Bizning sponsorlarimizga ixlos ko'ngildan rahmatimizni aytamiz kelar. Bizning belgimizning sponsorlari Oznakay sanatoriy yetakchisi Davlet Rustam Ibragimovich, hamda sport idarasi yetakchisi Minnikanov Rafis Fuatovich, bizning redaksiyamizga yurt qo'yan olib kelgan Ibragimov Rashid abi sponsorlarimizga o'zimizning to'g'ri rahmatimizni yetkazamiz. Eng birinchi bizning bo'lak yüzü бассейна сертификат. Начинаем. 126. Приз санаторий Аюлама, это Димушина Галиев. 222. Латыкова и ваши телефоны. Санаторий Аюламатты, бүгін қазір Димушилерді шалтыратып, редакциямызға күтіп қаламыз. Заларға біздің бөлектерді тапсырашақпыз. Hürmetli rayondaşlar, hürmetli Mayak gazetesi okuyucuları, bizden 2023 yılının 1. aprel'ına yazılı tamamlandı. Bizden kimçilerini, bilgiden katlaşmışlarını biz şimdi otur direktör tuğla tebrik ederiz. 2023 yıl sizge farklı sonuçlarına getirsin. Varımızda da nefes selametlik, ailenizde iminlik, tabii yollarınızda bereket. Çekimden bayramdan hürmetli Mayak gazetesi okuyucuları. Поздравляю вас с Новым годом наступающим, чтобы Новый год принес вам счастье, здоровье, чтобы вы были всегда такой веселый, жизнерадостный. И поздравляю с тем, что вы выиграли путевку в санаторий наш за 18 тысяч рублей. Молодец. Вот такой вам подарок. Красивый. Это в честь того, что вы подписались на Маяк и газеты, наши любимые газеты. Бик зор рахмат сезгә. Менә шулай котлап миңа санаторийга юллама бирдегез. Илләр тыныч булсын, сау сәламәт булыгыз. Maya gazetesine eni yazılgan, benim ismim Garay Ögülgüne, Sepe yolundan. Bölek ötkanımızga bek şadbız. Sizge indi koyan yılında selametlik, ulu bakıtlar tileybiz. Turmuşta indi tınışlık bulsun.
Rahmat, kelip düşer koyan yala bilen sizne. Bu yana yılına dip, onu bule gidip, redaksiyon mayakta şu ilkegine kuyanı verdim. Dikkat ettiğini olsa da, her zaman daha çok takmalı ona gidersin. Selamet bulur, isen sağ olun.